Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugungi mehmonimiz Jasurbek Xorazmdan. Jasurbek o'zlarini o'sha hech qanday dorisiz nevrozdan, qo'rquv, vahima, panik ataka, mana shu muammolardan hech qanday dorisiz mutlaqo chiqqan inson sifatida bugun Xudo xolasa ular bilan suhbatni tashkillashtiramiz. Xush kelibsiz Jasurbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz, yaxshi rahmat. Alaykum assalom. Rahmat. Xo'p, qani bir boshidan gapiringchi, sizni qanaqa muammolar bezovta qilardi va qancha vaqtdan buyon? Xo'p. O'sha menda ham ba'zi do'stlarimiz aytganlaridek, nevrozdoshlarimiz, o'sha qo'sh tirnoq ichidagi nevrozdoshlarimiz aytganidek, xuddi o'zlari aytgan simptomlar menda ham kuzatilgan. Bu narsa menda 7 oy davom qilgan. Qachon boshlangan? Bundan 1 yil oldin. Aha. Adashmasam, 1 yil oldin boshlangan. Va 7 oy davom qilgan. Shu o'sha simptomlar bo'lgan. Menda ham yurak tez urib ketishi, o'sha yurak ritmda 60 martadan yuqori urishi, 120, hattoki 160 ta urishlargacha yetgan yurak urishi. Aha, taxikardiya. O'sha taxikardiya. Keyin qon bosimi oshgan, 160 gacha, 180 gacha qon bosimi oshgan. Uyqusizlik bo'lgan. Endi uyat bo'lsa ham aytaman, menda ham o'sha simptomlar kuzatilgan, hojatga tez-tez qatnash. O'sha qorin sohasida qanaqadir yomon og'riqlar, g'alati simptomlar kuzatilgan menda ham, xuddi o'sha do'stlarimiz, qadrdonlarimiz da kuzatilgan simptomlar menda ham kuzatilgan. O'sha simptomlardan bezor bo'lganimdan o'z ustimda ishlashni boshlaganman. Bo'ldi, jonga tegdi deb izlanib yurgan paytimda Instagramda siz uchrab qoldingiz. O'sha darsimiz bor, dars qilyapmiz, o'sha qo'rquv, panika, o'sha nevrozdan chiqish haqida darsimiz bor degan videongizni ko'rib qoldim. Va shundan keyin ko'rgan zahotim, men o'rganaman. Bu holatdan chiqaman, ilm o'rganaman deya ro'yxatdan o'tdim. Va ro'yxatdan o'tgan kunimdayoq siz shaxsan o'zingiz telefon qilganingiz meni juda ham xursand qildi. Boshqa nimalarda ustozlarda o'sha dars qila o'tadiganlarda bunaqa holat menimcha yo'q bo'lsa kerak. Bularning admini yoki shunaqa menejerlari telefon qiladi meni bilishimcha, lekin siz shaxsan o'zingiz menga telefon qilib gaplashganingizning o'zidayoq men ishonganman. Chunki ustozning shaxsan o'zi realniy, ya'ni jonli tarzda jiddiy shug'ullanyapti. Bu ustozga ishonsa bo'ladi. Men albatta ustozning aytganlarini qilaman va natijaga erishaman deb harakat qilganman va darsingizda qatnashganman. O'sha birinchi darsdayoq oldimga maqsad qo'yganman. Siz aytgan tavsiyalarga amal qilganman. Birinchi aytgan darsingizda jismoniy mashqlar qilishimni aytgansiz. Shundan keyin Ramazon oyida bo'lsa ham saharlikdan keyin yugurib 3,5 kilometr yugurganman. O'sha stadionga borib yolg'iz o'zim kun chiqishini kuzatib, toza havodan mazza qilib, tafakkur qilib yugurganman, rosa mazza qilganman. Demak, ustoz to'g'ri aytgan ekan va bu holatdan chiqsa bo'ladi, ustozga ishonsa bo'ladi deb yana shu tarzda davom qilganman. Endi mana ko'pchilik Jasurbek o'sha simptomlar bo'ladi. Yurak tez urib ketishi, tomoqda tiqilishlar, bosh aylangandek bo'lishi, ba'zida quloqda shu, ya'ni ich bilan oshqozon ichaklari bilan muammolar, qizib ketish, terlab ketish, qon bosimini o'ynashi, mana shunaqa simptomlar bo'ladi.
birinchi navbatda o'sha kardiologga boradi. Ya'ni yuragini tekshirtirish uchun kardiologga boradi, endokrinologga boradi, gastroenterologga boradi. Xullas kalom, o'sha o'zini mutaxassislariga boradi. Siz ham borganmidingiz boshida? Borganman. Shular haqida aytib bering. Borganman, men ham bir kecha kunduz uxlamaganman. Juda qo'rqqanman. Hozir ketib qolsam kerak deb o'ylaganman. Juda qo'rqqanman. Tanamda men birinchi bora his qilganman-da bunaqa. Nima qizib ketish, yurak urib ketishi, bo'g'izga bir nima tiqilganday bo'lishi. Bo'ldi, men tamom bo'ldim, endi ketaman shekilli deb. Juda bir boshqacha holat bo'lgan. Shundan keyin ammamga telefon qilganman. O'sha amma shunaqa ko'rinmasam, davolanmasam, ya'ni doktorga ko'rinmasam bo'lmaydi deb. Shundan keyin ammam tavsiya qilgan, boshda o'ziga tushib ko'r. Balki o't qopingda qandaydir muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha o't qopidagi muammolar ham uyqusizlikni keltirib chiqaradi deb aytgan. Shundan keyin o'ziga tushganmiz. O'sha buyraklarni ham o'ziga tushirganman. O'zidan keyin bitta terapevt doktorga borganmiz. U yerda terapevt xususiy klinikada analiz topshirganmiz. O'sha yurakni o'lchab ko'rgan, EKGmi shunaqa nima, men yurak sohasiga bir nimalarni yopishtirib tekshirib ko'radi. Shunaqadan tekshirganmi, hammasi yaxshi. O'zida ham hammasi yaxshi, hammasi zo'r deya natijalarni chiqarib berishgan. Shundan keyin o'sha davleniya, qon bosimi oshib turgan paytida bizga ukol qilishgan davleniyani tushirish uchun. Boshida endi bilmagan vaqtimizda. O'sha paytda o'sha doktor aytgan, "Yo, men qizib ketyapman, qanaqadir boshqacha bo'lib ketyapman" deganimdan keyin, sen qizib ketayotgan bo'lsang, senda nevroz bor. Bu vahimali emas, qo'rqinchli emas" deb nevroz bor deb qo'ygan. Endi u nevrozni qanday davolaydi, uni muolajasi nima haqida umuman aytishmagan. Meditsinada bitta qiziq narsa bor-da, ular hozirgi simptomlarni davolaydi. Ular sababini davolamaydi-da. Simptomatik davolash bilan shug'ullangani uchun bizga nevroz haqida ma'lumot berilmagan, faqat sen nevrozsan deb qo'yishgan. Shundan keyin o'sha izlanishni boshlaganman va sizni topganman. Shunday. Endi o'sha ana shu gap orasida, bu suhbatimiz orasida bizda mana shu joygacha ko'rib kelgan, ko'rayotgan, ko'rishni davom etayotgan kuzatuvchilarimiz uchun, balkim ular bo'lishi mumkin, hozir o'sha nevroz eng cho'qqisida bo'lishi mumkin, yoki hali tushunmay kurashayotgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa 60-70%, 90% chiqqan ishtirokchilar bo'lishi mumkin-da, hozir suhbatimizda tomosha qilib turayotganlar. Shularga o'zingizni boshingizda o'tkazgan inson sifatida, bu nevrozdan 100% chiqqan inson sifatida qanaqa tavsiya berib o'tasiz? Tavsiya, xo'p. O'sha nevroz bo'lib yotgan paytimda uydan chiqa olmay qolganman-da men ham, qo'rqib. Yotgan paytimda endi biz ishlaymiz, chunki pul topishimiz kerak, bo'ynimizda mas'uliyat bor. O'sha ishga chiqishda ustozimiz qattiq gapirganda, "Yotaverasanmi shunaqa, erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Shunaqa yotaverasanmi, uyalmaysanmi?" deb bizga qattiq qo'pol gapirgan. Darrov kel ishga, men bunaqa joyga borasan, to'yga. Endi men video operatorlik bilan ham shug'ullanaman. To'yga borishing kerak. Yuborgan kamerani berib. O'sha simptomlar kuzatilyapti-da, qon bosim oshyapti. Men o'zim his qilyapman shuni. Juda boshqacha bo'lib ketyapman, boshim aylanyapti. Keyin o'tirdim. Biroz tinchlandim. O'sha hali kelin kelmagan, shu kelin kelish arafasida biroz o'tirib, tinchlanib, nafas mashqlarini qilib, nima bo'libdi deb tafakkur qilib o'tirganman. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Biroz tinchlanishim kerak. Lekin qo'lim mana shu pulsdan ketmagan. Sanab o'tirganman. Juda qiziq, hozir eslasam juda kulgim keladi. O'sha paytda tinchlanib, yana ishimizni davom qilib ketganmiz. Chalg'ib. Birinchi o'sha holatdan chiqish uchun ishlayverish kerak. Ko'chaga chiqib,
mehnat qilib, o'sha mas'uliyatni his qilgan holda harakat qilaverish kerak. Ikkinchi, o'z ustida ishlash kerak deb o'ylayman. Jismoniy mashqlar albatta muhim. O'sha panika vaqtida, xuruj qilgan vaqtida battar u panikaga berilmasdan o'sha siz aytgan mashq, ya'ni eng samarali, eng juda effektli bo'lgan mashq nafas mashqlarini qilish menga juda yordam bergan. Demak, tushkunlikka umumiy qilib aytganda, tushkunlikka tushishga hojat yo'q. Ha, albatta. Nevroz kasali odamni o'ldirmaydi. Shu paytgacha o'ldirmagan. Bu shunchaki o'sha simptomlar bilan keladigan xulq-atvor buzilishi. Juda ko'pchilik yana savol so'raydi. Men o'sha ishtirokchilar nomidan savol beraman sizga. Birinchi o'sha konsultatsiyaga qatnashadi yoki o'zimiz bilan gaplashgan vaqtida qanchada men chiqib ketaman deydi. Siz o'zingiz necha oyda, necha kunda, qancha vaqt ketdi nevrozdan butkul qutulishingizga? Menda juda chiroyli holatlar kuzatilgan bu nevrozdan chiqish jarayonida. O'sha siz aytgandan keyin jismoniy mashq qilganman. Yugurasiz deb tayinlagansiz-ku menga. Meni esimda. O'sha yugurganman, bir hafta yugurganman. O'sha Ramazon oyi bo'lsa ham saharlikdan keyinchalik bir saharlikdan keyin biroz qiynalganim sabab iftorga oz qolgan paytida yugurganman. 3,5 kilometr yugurganman. Endi maqsad qo'yib olganman, telefonda o'sha o'chiydigan nima bor. 3,5 kilometr yugurib kelardim. 6 kun davom qildirdim. Juda katta natija oldim. Mendagi o'sha simptomlar kuzatilmadi. O'z-o'zidan yo'qolib qoldi desam ham bo'ladi. Uyqumda juda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Keyin xotirjam ham bo'lib qoldim. Nimagadir u simptomlarga ahamiyat ham bermaydigan bo'lib qoldim. Ba'zida o'sha bu nevroz jarayonida o'zgarish, ya'ni nevrozdan chiqish holatida bitta narsa yuz berar ekan, men to'lqin shaklida kuzatilar ekanda bu nevrozdan chiqish holati va yana qaytish holati va chiqish holati va shunaqa to'lqin bo'lib chiqib ketilar ekan bu narsadan. Menda boshda chiqib ketdim deb yurganimda ba'zilarda takrorlangani kabi menda ham takrorlana boshladi. O'sha yana yurak tez urmasa ham panika xuruji menda shunaqa kuzatila boshladi. Keyin hayron bo'ldim. Men chiqib ketgandim bu narsadan. Lekin menda kuzatilyapti yana. Yoki meni kimdir aldadimi degan narsa ham o'tdi. Yo'q, bu holat, bu nevrozdan chiqish jarayonida bu tabiiy holat ekanini keyinchalik tushunib yetdim. Sabab sizdan ham so'raganimda, men o'zingizdan ham so'raganman, ustoz, menda yana ba'zi simptomlar, uyqusizliklar kuzatilyapti degan paytimda siz menga bu narsa sizda, ya'ni bir insonda odat shakllanishi uchun 21 kun ketadi. Va sizda bu nevroz 21 kundan oshib ketganligi uchun sizning odat tusingizga aylangan. Sabr qiling, mehnat qiling, albatta chiqib ketasiz deb javob bergansiz. Va ustoz aytdimi? To'g'ri. Ustoz aytdimi? Shunaqa. Men shu ustozga ishonaman deb yana yo'lda davom qildik va hozir juda ham hayotimiz sifati, uyqumiz sifati, yashash tarzimiz juda ham go'zal. Agar go'zal bo'lmaganda men bunaqa qilib siz bilan uchrashib gapirmagan bo'lardim. Xuddi shunday. Xo'p, endi bu albatta boya yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, mana o'zi ko'pchilikda xatolik nima bo'ladi? O'sha nevrozdan sog'ayish bo'yicha desa, birinchi xatolik shundaki, biz masalan gripp bo'lsa, uyda yotamiz, bir haftada lecheni olib turib sog'ayib ketamiz, to'g'rimi? Ya'ni avval yotib, keyin sog'ayamiz. Nevrozda aksincha bo'ladi, teskarisi bo'ladi. Avval biz jamiyatga qo'shilib, ish bilan shug'ullanib, harakatni to'xtatmasdan faol turmush tarzi bilan shug'ullanamiz, keyin sog'ayamiz. Tushunasizmi?
Xuddi mana shu joyda ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik insonlar ishdan bo'shab oladi. Ko'pchilik insonlar ko'chaga chiqmay qo'yadi. Bu nevrozni battar og'irlashtiradi, yengillashtirmaydi. Biz avval o'sha ijtimoiy faol hayotga qaytamiz, undan keyin sekin-sekin nima qilamiz? Sog'ayib ketamiz. Demak, siz 10 kunlik darsimizda qatnashgansiz, onlayn bo'lib o'tgan 10 kunlik darsimizda. O'sha darsda umumiy xulosa sifatida nimalar tushundingiz? Men umumiy xulosa sifatida men mehnat qilish kerakligini tushundim. Albatta, birinchi navbatda ilm olish, bu o'sha holat haqida ilm olish, ya'ni taassurot shakllantirish kerakligini tushunganman. Bu holat nima o'zi? Nimaga menda kuzatilyapti? Nimaga bu normal holatmi yoki haqiqatan o'sha uchadigan holatmi deya tushunib olish kerak. Shunda juda katta yordam beradi va ikkinchi faqat mehnat o'z ustida ishlash. O'sha siz aytgandek jamiyatga qo'shilib ketish. Men jamiyatga qo'shilmagan paytimni ham bilaman. O'sha jamiyatga qo'shilib ketgandagi holatimni ham bilaman. Jamiyatga qo'shilib keta olmagan paytimda juda yomon ahvolga tushganman. O'sha simptomlar, panический ataka, yurak urib ketishilar bilan qiynalganman. Asta-sekin o'z ustimizda ishlashni boshlagandan keyin, mana ilm olganimizdan keyin, o'sha jamiyatga qo'shilganimizdan keyin juda yaxshi natijalar olganmiz. Birinchi xulosam o'sha bu holat haqida, ya'ni tushunchalar hosil qilib, ya'ni buni normalligini qabul qilish, keyin ustoz tavsiyalari albatta mashqlar. Juda yaxshi. Nevroz holatida juda ko'pchilikda kuzatiladigan bir holat bor, o'xshash holat bor. Ishonch yo'qoladi. Bilasizlar, hammaga ishonib ketavermaysiz. Bu ishonch yo'qolishi tabiiy, sababiki siz vrachga borasiz, kardiologga borasiz, nevropatologga borasiz. Ular sizni sog'lom deydi. Haqiqatan sog'lomsiz o'zi. Faqat shunchaki xulq-atvorda buzilish bor xolos, ya'ni funksional buzilish bor xolos. Sog'lom deydi. Juda ko'pchilik boshqa, demak, tabiblarga boradi, boshqa qiladi. Va o'z navbatida 5 ta, 6 ta, balkim 10 ta inson bilan ko'rishadi, mutaxassis bilan ko'rishadi va hech qanaqa davo topolmaydi. Va insonda shunaqa narsa paydo bo'ladiki, miyasida bu kasallik unikal ekan. Ya'ni bu kasallik noyob, meni kasalligimga hech kim nima deydi, davo topolmayapti. Bu shunaqa kasallik ekan degan fikr o'rnashib qoladi miyasida. Va o'sha mutaxassislarga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Masalan, o'zim gruppalarda ko'rasiz-ku, katta gruppamizda siz tavsiya berasiz, unaqa qiling, bunaqa qiling, bu mashqni qiling, tafakkur qiling deb mashq qilsangiz, uni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish qiyin bo'ladi insonda. Chunki ishonchsizlik bilan ko'rayotgan insonlar bo'lsa, agar qanaqa tavsiya berasiz? Ishonchsizlik bilan ko'rayotgan insonlarga tavsiyam, agar siz ham o'sha men ro'yxatdan o'tganimdan keyin telefon qilib menga tushuntirganingizda men ham sizga ishonmasdan, yo'q, qanaqadir bir aldoqchi deb ishonmaganimda menda yaxshi natijalar bo'lmasdi. Birinchi navbatda ustozga, sizga ishondim. U shunaqa menga ilm bera oladi, ishonaman, tavsiyalarga amal qilaman deb harakat qildim. Ishonch bo'lmasa, nafaqat bu kasallikdan chiqish, balki hayotda ham juda qiyin bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Ishonsa, uning ichida o'ziga nisbatan, ya'ni shu narsaga nisbatan immunitet, ya'ni ruhiy holat shakllanadi deb o'ylayman. Eng muhim narsalardan biri bu ishonch. Albatta. Endi Jasurbek, o'zingizga eng katta foyda tekkan mashqlarni aytib o'ting. Qaysi mashqlar sizga nima deydi? Foydasi katta bo'ldi o'zingiz uchun. Birinchi o'sha
panika xuruji boshlaganida o'tirib oldim. Xuddi shunaqa o'tirib oldim. Jim o'tirib tafakkur qildim. Tafakkur mashqi. Nima bo'pti? Hammamiz ketamiz. Qoladigan narsa yo'q. Hammamiz ketamiz. Bizni yaratgan Zot juda ham mehribon. Meni qancha gunohlarim bor. Dunyoda ikkita yomon inson bo'lsa, o'shani bittasi menman. Shunda ham shu mehribon Zot menga rizqimni beryapti. Shirindan shakar farzandlar berdi menga. Juft halol berdi. Ota-ona berdi. Ota-onam yonimda, Xudoga shukr. Mana shu narsalar yaratganning mehribonligidan dalolat. Suv ichyapman, bemalol tomog'imdan o'tyapti. Ovqat yeyapman, bemalol qornimga tushyapti, tomog'imdan o'tyapti. Hattoki hazm bo'lib chiqib ketyapti. Menga mehribon bo'lgan Zotning yoniga boraman u. Nima qilib ketsam, deya tafakkur qildim. O'ylandim, o'sha panikada juda katta yordam berdi. Tafakkur mashqi, ikkinchisi nafas mashqlari. O'sha nafas mashqini qilganda, o'sha nafas mashqlari endi ko'p inson buni ya'ni biroz g'alati tushunishi mumkin, tentaklikka yo'yishi ham mumkin. Ba'zi qo'sh tirnoq ichidagi professor olimlar, o'sha nevroz bo'lib qolgan insonlar juda olim, professor, tahlilchi, o'sha siyosatshunos bo'lib ketishadi-da. O'shalarga aytsang bu qiziq tuyulishi mumkin, lekin ularga qiziq tuyuladimi, yo'qmi, bu ayni haqiqat, ilmiy haqiqat. O'sha biz nafas mashqini qilgan paytimizda miyaga signal borar ekan, sen xotirjamsan, xavf yo'q, tinchlan degan signal borar ekan. O'sha nafas mashqlari. Uchinchisi jismoniy mashqlar albatta. Jismoniy mashqlar yugurish, o'sha ajmaniya, siz aytgandagi ajmaniya, ya'ni taxikardiya, yurak tez urib ketgandagi, yurak sohasida qandaydir sanchiqlar bo'lsa, o'sha ajmaniya, push up deyiladi, ajmaniya mashqini qilib juda ancha foyda topganmiz. Shunday. Masalan, nafas mashqlari insonda o'sha parasimpatik nerv sistemasini faollashtiradi. Bu tanani tinchlantiradi. Shuni natijasida bizda ortiqcha stress bo'lmaydi. Bundan tashqari o'sha jismoniy mashqlar, yugurish, bular insonning organizmidagi serotonin, dopamin, endorfin gormonlarini ko'tarib beradi. Shu natijasida kayfiyatimiz joyiga keladi, tinchlanamiz. Mana shu mashqlar insonni olib chiqib ketadi. Albatta bu tafakkur bilan bo'lishi kerak. Masalan, shunchaki yugurib qo'yganingizda balkim bunaqa natijaga erishmagan bo'lardingiz. Shunchaki nafas mashqini qilmaganingizda bunaqa natijaga erishmagan bo'lar edingiz. Nima qildingiz? Tafakkur qildingiz. Tafakkur. Ya'ni tafakkur qilishda zo'r. Avvalo bu dard ketish uchun siz boriga shukur qilib olishingiz kerak. Ya'ni boy yuqorida aytib o'tganingizdek, qo'lingiz bor, oyog'ingiz bor, ovqat yeyapsiz, farzandingiz bor va hokazo. Ya'ni bor ne'matlarga tafakkur qilish kerak. Juda to'g'ri. Qanaqa savol bersam, siz o'sha qalbingizdagini ochib bergan bo'lardingiz, o'sha bizni eshitayotganlarga. Men o'zim 20 kun dopamin detoks qilib ko'rdim. Endi hozir bilasiz, zamon Instagram, Reelslar, qisqa videolar zamoni. O'sha narsadan charchab dopamin detoks qilib ko'rdim. Juda katta yordam berdi, juda katta hissiyotlar oldim o'sha dopamin detoksidan. Keling, mana tavsiya beraylik. Bizni eshitganlarga nevrozga chalinmaslik bo'yicha tavsiyangiz. Chalinmaslik uchun nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Xotirjam bo'lish kerak avvalo. O'sha xotirjam bo'la olmayotgan paytida nafas mashqini qilish kerak. O'sha hech bo'lmaganda nafas mashqini sanashga erinadigan bitta dangasalar bo'lsa, o'sha bitta chuqur nafas olib, ma'lum soniya ushlab turib yuborish kerak. O'sha xavotirli nimalarda juda katta yordam beradi.
shunaqa xavotirlanmaslik kerak, stressga tushmaslik kerak. Endi stress zamonida yashayapmiz, 21-asr. Stress asri bo'lganligi sababdan stresslanmaslikning iloji yo'q, lekin bu bizga foydali stresslar ham bor. Stress haqida juda negativ, yomon fikrlar shakllantirmasdan o'sha stressni ham bizga kerak ekan deb yaxshi qabul qilib, o'sha hamma narsa biz qabul qilishimizda-da. Bu yomon stress yomon, u anaqa, u bunaqa, u bo'lmaydi deyursak, biz ham yomon ahvolga tushib qolishimiz mumkin. Nima edi? Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyo degan bitta naql bor edi. Shunaqa. Xavotirlanmaslik kerak. O'sha pulmi pul topiladi. Boshqa narsaning yechimi bor. Nimadir bo'lmay qoldimi, orqasida hikmat bor. Xayrlisi bor. Men o'zim ham boshimdan juda katta stress o'tkazganman. Ya'ni 23-yil meni to'yim bo'lishi kerak bo'lgan. To'yim qanaqadir ba'zi sabablarga ikki tomonning endi kelisha olmay qolganligi sababidan to'yimiz bekor bo'lgan. Endi juda yomon holatga tushganman o'zim. Uxlolmaganman, o'ylanaverganman. Lekin sabr qilib, buni orqasida bitta hikmat bor deb yurib, turib kutganimdan keyin albatta hikmatini keyin ko'rganmiz va Xudoga shukr, yaxshiyam o'sha holat bo'lgan ekan bizda deganmiz. O'sha bitta narsa o'xshamadimi yoki biror narsa bo'lyaptimi? Yaxshilikka yo'sh kerak. Yaxshi qabul qilish kerak. Nevroz ham aslida foydali. Qanaqadir himoya vositasi, agar bizga foydali bo'lmaganda bizga berilmasdi u nevroz ham. Shunaqa to'g'ri qabul qilish kerak va xotirjam bo'lish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi, shunaqa. Bizga ko'pchilik savol beradi, yana nima deydi? Ko'p beriladigan savollar qatorida gap bilan ham dog'lasa bo'ladimi deydi. Nima deysiz shu savolga? Albatta, gap bilan davolasa bo'ladi. Gap bilan deganda hozir o'sha endi xalq tilida gap bilan deydi, lekin bu ayni ilmiy haqiqat menimcha. Bu gaplashish, qanaqadir mutaxassis bilan gaplashish psixoterapiya deyilsa kerak. Bu narsa ancha yordam beradi insonga. Xo'p, hozirgi holatingiz qanday? Bizni suhbatimizni boshidan beri sizni 100% chiqib ketgan deb men aytayapman. Balkim kimlardir o'ylashi mumkin. Qani o'zi ayta oladimikan shu gapni, rostdan ham chiqib ketganmi deb. O'zingiz tilingizdan ham eshitaylik. O'zi qanaqa hozirgi holatingiz? Hozirgi holatim juda ajoyib. Uyqum yaxshi. Xavotirli buzilishlar yo'q. Nimaga yomon bo'lish kerak? Albatta ajoyib. Nevroz bo'lgan insonlarda juda qo'rqitadigan bitta narsa bor. Yolg'iz qolishdan qo'rqadi ular. Uyida bo'lsin, umuman yolg'iz qolishdan qo'rqadi. Men hozir yolg'izman. Uyimdagilar o'sha mehmondorchilikka ketgan, ishdan kelib, uyda yolg'izman, hech kim yo'q. Bemalol qo'rqmasdan o'tiribman. Zo'r. Demak, 100% chiqib ketgansiz. Albatta. Odatda bunaqa suhbatlarda masalan ba'zilar aytadi, 10 kundan bo'ldi men chiqib ketdim deydi. Men aytaman, yo'q, to'xtab turing deyman. 1 oy o'tsin, 2 oy o'tsin, 3 oy o'tsin, undan keyin gaplashamiz deyman. Ya'ni mustahkamlab olish kerak. Tushundingizmi? Masalan, sizniki ancha bo'lib qo'ydi menimcha. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, azizlar, mana Jasurbek do'stimiz bilan suhbatimizni hamma eshitdi. Hamma o'ziga yarasha xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Xo'p, Jasurbek, mana shu joygacha bizni tinglab turganlarga qanaqa bir
Endi tavsiya so'rayveramiz, chunki biz xalqimizda yaxshi maqol bor. Tabib emas, boshni o'tkazgan tabib deydi. O'shaning uchun har bitta gapingiz bizni eshitib turganlarga bir kuch bo'lsin, motivatsiya bo'lsin, bir yaxshilikka sababchi bo'lib qolaylik degan maqsadda uyushtirdik. Shuning uchun tavsiyangiz, oxirgi tavsiyangiz qanaqa? Nima maslahat berasiz nevrozdagilarga? Nevrozdagilarga meni maslahatim birinchi navbatda o'sha qo'rqmasin. Nevroz siz aytganingizdek o'ldirmaydi, faqat qo'rqitadi. Shunaqa qo'rqituvchi bu holat. Bu kasallik ham emas, bu holat qandaydir bir ruhiy zo'riqish. Shuning uchun juda vahimali, qo'rqinchli holat emas, chiqsa bo'ladigan holat. Agar chiqmaganimda bunaqa gapirmasdim va yana aytaman, takrorlayman. Bunaqa o'tirmasdim. Mehnat qilish kerak, albatta o'z ustida ishlash kerak. Ya'ni ular uchun men ishlab bermayman ustida, ular uchun nafas mashqini men qilmayman. Ular uchun ustozlardan ilm o'rganmayman men. Ya'ni har kim o'zi uchun qiladi. Har kim o'zi uchun harakat qiladi. Ba'zilar yolg'on gapiryapsan, tuzalmaydi bu narsa deyishi mumkin. Men ularning gaplariga ishonmayman. Ularning haqiqati o'zi bilan qolsin. Meni haqiqatim o'zim bilan, men tuzalganman. Men sog'lomman albatta. Shunaqa. Ba'zi borda endi juda asabga tegadiganlari bor. Va o'ylasam men ham ba'zilarning asabiga tekkan bo'lishim mumkin. O'sha holatda endi buni ham to'g'ri qabul qilish kerak. Birinchi navbatda o'sha qo'rqmasdan mehnat qilib, o'z ustida ishlab, harakat qilmagunicha foydasi yo'q. Xo'p, sizga kattakon rahmat. Ajoyib suhbat uchun. Endi Xudo xolasa bundan keyingi rejalarni qattiq qo'yib, o'sha rejalar bo'yicha, maqsad bo'yicha qattiq harakat qilib, yangi marralarga erishasizga umiddamiz. Albatta, Xudo xolasa. Xo'p, azizlar, bizni eshitib turgan barcha, agar siz videoni mana shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, mana shu joygacha ko'rishga sabringiz yetgan bo'lsa, men ishonaman, siz aniq 70-80% chiqib ketasiz bu kasallikdan. Chunki bu nevroz kasalligida betoqatlik juda kuchli bo'ladi va o'sha betoqatlikdan o'tib olsangiz, marra sizniki. Men har doim aytaman, darslarimizda, konsultatsiyalarimizda, suhbatlarimizda bizga yordam beradigan odam bitta. U ham bo'lsa o'zimizmiz. O'zimiz harakat qilishimiz kerak. Qanaqadir o'tirib vizualizatsiya qilish bilan ish bitmaydi, o'rtoqlar. Harakat qilishimiz kerak, mehnat qilishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. Ya'ni biz qachon o'zimizni isloh qilishga, o'zimizni o'zgartirishga harakat qilsak, bizning yo'limiz shuncha ochiladi, shuncha marralarga, yutuqlarga erishamiz, shuncha bizda boy tajriba shakllanadi. Shuning uchun azizlar, agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, marhamat qilib izohlarda fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, agar sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling, harakat qiling, izlaning. O'sha Jasurbek aytmoqchi, ilm o'rganing va inshaalloh aniq chiqib keta olasiz. Men bunga ishonaman. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa keyingi efirlarimizda, keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.